Xo'p, yana telefon bo'lyapti. Menimcha Shuhrat. Shuhrat Musayev telefon qilib oling deb yozgan ekan. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. Charchamasdan Shuhrat Musayevman. Tinchmisiz? Uyga kelib. Alhamdulillah. Yaxshi, alhamdulillah. Siz meni lekin yomon noto'g'ri tushunib tashlayapsizlar-ku. Sizdan meni yomon noto'g'ri tushunib tashyapsiz-da o'shanga. Men sizni noto'g'ri tushunmadim. Men ham sizni noto'g'ri tushunmadim lekin. Siz bu yo'lda mana shu YouTube yo'lida eng boshlagan paytingizda yoningizda turib, o'sha yerda kerak bo'lsa YouTube'laringizga qarab, yoningizda turib, qizlik bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yoningizda turib bergan bo'laman. Manchalik sizni yoningizga olib internetga birortasi chiqmagan. Oxirida pichoq sanchib olyapsiz-da. Otabekka ham, Oxirida Otabekka ham ko'p yildan beri taniyman. Yo, mayli-da. Shuhrat. Yo, mayli-da. Yo, qo'y. Yo, mayli-da, menga Shuhrat. Menga ramka qo'yishga sizni haddingiz yo'q. Yo'q. Yarashmayapti, sizni obro'yingizni Qo'ying, menga nima yarashadi? Menga qaysi ko'ylak yarashadi? Qo'ying, men o'zim hal qilay shuni. Maylimi? Bizdagi oqibat mashina qilib yurgan. Yo'q, oqibat turibdi, mana telefonni topa olar ekansiz. Bir og'iz telefon qilib. Ha, topa olayotgansiz-ku. Yo'q, topa olaysiz. Men yomon gapirdimmi? Yomon gapirdingiz. Nima deb gapirdim yomon? Mana orqamdan kelib pichoq urib olyapsiz. Pichoq urmadim. Shuhrat. Kommentariyalarni o'qing kirib, to'g'ri. Kommentariyada 50% odam haqorat qilib yotibdi. Meni kommentariyimda sizni haqorat qildirayotganim yo'q. Men 50%. Yo'q, mayli haqorat qilganlardan qo'rqmayman-da. Hozir radikallar sizni qo'yib mana deyapti, cho'chqa. Yo'q, o'shani aytyapman. Yo'q, men ham qo'ying, mayli. Menga alam qo'ydi, siz menga kerak emas, hurmating, boshlayman, bu yoq deb tashyapsiz. Yo'q, o'shada siz yoningizda turganman men. Yo'q, hali ham yonimdasiz shekilli, yo chekka chiqib olganmiz. Video qildim. Qilmang video, menga chiqing aloqaga. Men ahmoq emasman, o'zimdan o'zim o'ynab o'rgilib qiladigan narsa. O'ynab o'rgilib qilmasangiz ham, bu shuning siz ustozsizda. Mayli, men sizdan taqsim olmaganman. Men boshqadirman. Meni yo'nalishim boshqadir. Lekin sizdan biz ko'p narsa o'rganamiz. Ko'rib sizni tushunasizmi? Yaxshi ko'ramiz. Shuhrat. Qolganlarni bilmayman, lekin Miraziz. Xafa bo'lib ketdim-man mana shu gapni. Shuhrat deb menga Shuhrat. Men erkak kishiman-da. Men erkak kishiman-da Shuhrat. Men gapni bo'yab o'tirmayman. Ikkalamiz gapni eshiting. Ikkalamiz Miraziz Bozorovni nima qildik? Aka, Miraziz Bozorovdan boshqa nima qilib tashladik? Ha, Miraziz Bozorov temasi aralashmasligim kerak bo'lgan temamidi yo aralashsa maylimi o'sha temaga? Ha, bu ham xuddi shunaqa tema. Bu ham xuddi shunaqa terrorist. Bu mavzu shunaqa. Hozir meni xotin telefon qilyapti-da, yana o'zini oldinga chiqaryapti-da. Hali bu chiqadi. Men u xotinni yonini olmadim. Men uni tanimayman. Yo'q, o'sha xotinni tuhmatini isbotlasin deb chiqyapman men. Siz yuridik tomondan eshiting, bitta gapimni eshiting. Siz yuridik tomondan ham aqlingiz yetadi. Milliy qadriyatga ham tushunasiz, vatanni ham to'g'ri tushunasiz. O'zbekistonda hozir shunaqangi angishonachilar shakllantirilyapti. Bularning ichida Siroj Media bor. Otabekni keyin chiqqandan keyin ko'rdim men. Otabekni men ko'rmagandim. U chiqib olib menga haqorat qilib, u ham xuddi shunaqa video qilgandan keyin telefon qildi bunga. Endi chiqib aytayaptiki, qarang. Meni deyapti, urib, yechintirib videoga olgan deyapti. Urib, yechintirib videoga olgan deyapti. Endi tasavvur qiling. Urib, yechintirib videoga olgan ichki ishlar bo'lsa, men erkak kishiman. Mana shu Guli Ra'no bir ma'noda meni sizni opa singlingiz qatorida bo'ladi. Shu Guli Ra'noni kimda kim urib yechintirgan bo'lsa, videoga olgan bo'lsa, qonun yo'l bersa borib sindirib tashlayman men. Guli Ra'noni himoya qilib. Va qonun agar buni o'zim chora ko'raman desa, 5 yildan 10 yilgacha berish kerak unga. 235. Ochib ko'ring statiyani. Men bilaman usta. Endi masalani ikkinchi tomoni. Tuhmat bo'lsa-chi, Shuhrat?
Hozirchi. Bo'lsa javob bersin. Ha, shuni ko'tarmaysizmi? Men masalani maydonda yo'q, shuni aytmaysizmi? Abror Muxtor Ali nimani chiqib gapiryapti? Abror Muxtor Ali faqat bir tomonni yoritayotgan odamlarga aytayapti-ki, to'xtalaring deyapti. Voy, qarshi taraf ham bizni millatdoshimiz, akamiz, ukamiz, uni ham onasi bor, uni ham xotini bor, uni ham oilasi bor. Nima deb tuhmat qilyapsanlar deyapman. Siz aytyapsiz, aralashma deyapsiz. Shuhrat, mendan yoshsiz, kichkinasiz, men ukamdek qarayman sizga. Men sizga kerak bo'lsa qattiq ham gapirgan joylarim bor. Kerak bo'lsa yonimizda turishingizni bilaman. Meni ikki og'iz eshiting. Noto'g'ri qilgan ishingiz. U oxirgi xulosam shu. Siz menga telefonda chiqishingiz kerak. Menga telefonda chiqishingiz mumkin edi. Nimaga aralashyapsiz shunga desangiz, men aytib berardim. Shuhrat, manaqa masala bor. Men zakazga ishlamasligimni bilsa siz bilasiz. Men prosmotr uchun qilmasligimni ham ijtimoiy tarmoqda birga ishlaganmiz, bitta ofisda o'tirganmiz. Esingizda bor, to'g'rimi? Meni ofisimda o'tirardik. Bilsa siz bilasiz. YouTube'ni, Instagram'ni rivojlantirishlikda asosan yordam bergan, xizmat qilgan sizsiz. Har doim e'tirof qilaman buni. Lekin hozir qani oqibat deyishlikka men haqliman, Shuhrat. Qani oqibat? Yo'q. Siz bu yerda borki, endi bir yoq tarafini qarang. Men Gulirano temasiga aralashmadim. Nimaga? Siyqas chiqib ketdi. Hamma o'sha temada. Bu bir. Ikkinchidan, men kuzatyapman Sastarani. Sizga hamma yo'lda, mana shu kommentariy qattiq ko'rsam, kirib kommentariy hamma yo'lda tosh otilyapti-da. Siz tushuning, sizni hurmat qiladigan insonman-da. Bu narsa menga yoqmayapti. Men bolalarga telefon qo'yman, yig'ishtirlaring bu temani. Millatimizni bo'lib tashlayapti. Hamma o'ziga tarafkash qilyapti. Kim tarafida bo'lishini belgilab, ertaga butun millat bir-birini go'shtini yeb tashlaydi. Gap yo'q. Bu narsa kerak emas. Bunga gap yo'q, buni eshitdim. Bunga gap yo'q. Lekin Shuhrat, masalani romantikasini olib tashlab, real ko'z bilan qaraganda, men bu temaga endi aralashaman. Nimaga? Tuhmat bor. Shuhrat, siz ham aralashasiz. Shuhrat, qo'ying, toshni qo'ying. Biz sizga menga otilmaganman. Hozir ham otilyapti. Mana 7000, 8000. Ular bizni belgilamaydi. Shuhrat, endi siz ham aralashasiz. Siz adekvat qaror olasiz. Shu masalaga, mana sizdan murojaat, sizga ham. Shu masalaga aralashasiz. O'sha ayolni meni urib, yechintirib, majburlab videoga olishdi degan da'vosi Kun.uzda maqola bo'lib chiqqan, Sirojiddin Media buni doim kontent qilib ko'targan, shu narsani orqasiga tushamiz. Agar bu isbotlansa, Gulira'noni oldiga borib turamiz qalqon bo'lib. Kim qarshi? Dunyo qarshi bo'lsa ham unga qarshi qonuniy chora ko'rdiramiz. Agar qonuniy chora ko'rmasa, davlatchilik bu savol ostida qoladi. Qonuniy chora ko'radi. Endi 235 bo'lmasa, unda Gulira'no va uni atrofida shuni mana shu gapini qo'llab-quvvatlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, Shuhrat. Tortilishi kerak. Bu ertaga boshqa gazak beradi, boshqa tomonga oshib ketadi. Ertaga yana bittasi yalang'och bo'lib oladi-da, meni deydi majburladi deydi. Shuning uchun men bu yerda siz videoni oxirigacha ko'rmadingizmi, bilmayman. Yo, asosan kichkina murojaatingizni tarqatishyapti-da. O'sha kichkina murojaatimdan tashqari o'sha to'liq murojaati bor bunda. Yo, chiqib ayting siz murojaatni. Juda ko'p narsani aytganman. Yo, men tushundim. U hissiyot tomoni, romantika. O'zbekistonda Abror Toraliyev ustoz qarang. O'zbekistonda o'sha dinimizga bo'layotgan juda ko'p tajovuzlarni, har xil firqalarni, yo'l, hizbisi bormi, boshqasi bormi, unisi bormi, bunisi bormi, siz o'sha joyda bizga muhimroqsizda. Shuning bunaqalarni agar noto'g'ri ish bo'lsa, biz o'zimiz qachonimiz qatnashga aqlimiz yetadi. Shuhrat, ular qolmadi maydonda. Ma'noda aytilyapti. Tushundim, Shuhrat, ular maydonda qolmadi, hizbiy qolmadi, dahriysi qolgani yo'q. Bir pichoqqa ilinadigan, havoriji qolgani yo'q, Abu Saloh qolgani yo'q. Endi o'shalar orqali sizni meni bu mamlakatda o'rnimdan siljita olmaganlar mana bular orqali hujum qilyapti. Ko'zingizni oching, sal kattaroq fikrlang. Sizga qarshi chiqmaganman hech qachon. Yo'q, bilaman, siz juda, men sizga hozir aytayapman, yana qaytib aytayapman. Shuhrat, siz yaxshi niyat bilan bu mavzuni ko'targan, menga murojaat qilgan siz shunaqa qalbingizda menga nisbatan haqoratlarga
ranjish bo'lgandir. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Yana qaytib eslataman, Shuhrat, biz bir armiyamiz. Shu vatanni, shu millatni, yoshlarini ma'lum bir qismi sizga, menga quloq solib turibdi. To'xta, nima mavzu degan joy. Hozir bu yerda rangli inqilobga tayyorgarlik ketyapti. BBC olib chiqyapti, El-Tuzi boshqasi olib chiqyapti. Maqsad boshqa. Bu yerda bu Gulranoni nomusi oqlanishi tarafdori 100% manman. O'shaning uchun aytayapman, Gulrano, seni tarafingni olyapman, sen bilmayapsan deyapman. Lekin, yo'q deyapti u. Men ham Gulranoga o'xshab, ana ichki ishlarni yomonlashim kerak, ular zulm qildi, 235 bor deyishim kerakni ayolda endi bir hissiyotga berilyapti. U yo'q u. Agar bo'lsa, mana siz boshqalar qani chiqib, o'sha Sirojiddinga ham ayting chiqani. Gulranoga savol bersinchi, 235 bo'yicha. Savol bersinchi, yana bitta savol bor bu yerda. Nimaga soliq xodimi ishdan haydaldi? Majburlab yechintirilgan-ku u. Nimaga haydaladi u? Majburlab yechintirilgan odam nimaga haydaladi? U chiqib aytmaydimi, meni majburlab yechintirilgan edi. Men pokizaman bu yerda, faqat qarz so'rab kelgan edi demadi. Nimaga? Bu savol narsalar bular. Bizni ayollarimiz, singillarimiz bu hodisadan ya'ni qanaqa chiqib ketadi? Ertaga nima problemalar bo'lishi mumkin? O'shani oldini olaylik deb men gapirdim. Bilaman menga bunaqangi trolling bo'lishligini. Bilasiz meni ko'chada ya'ni qanaqa obro'yim, qanaqa odamlarning ichida e'tiborim borligini. Men u e'tibor uchun yashayotgan odam emasmanki. Odamlar butun boshli bir ya'ni terroristlar hujum qilib kelyapti. Nima qilay? Indamay ko'zimni yumib turaymi shu hammaga hujum bo'lsin deb? Yo'q, Shuhrat. Meni yaxshi bilasiz. Unaqa narsada u taraflama gap yo'q. Bu ham xuddi shu. Bu yerda siz ilmiy darajada gapirasiz. Eslasangiz, boshida ham siz bilan o'sha o'tirib, birga videolar qilayotgan paytda ham aytamiz. Soddaroq gapiring dedingiz. Siz soddaroq gapiring. Odamlar tushunmay qoladi. Ilmiy daraja u qiyin masala derdim. Shu narsa hozir ko'pchilikning orasida ziddiyat kelib chiqaryapti-da. Ya'ni o'sha ilmiy darajani tushunmay. Men-ku tushunaman. Ziddiyatga nuqta qo'yish kerak. Shuhrat. Siz mana shu masalani o'rganing. Men aytmoqchi bo'lgan narsamni qisqa yana qaytib aytayin. Mana shu mavzuni to'xtatish kerak. Qanaqa to'xtaydi bu? Xalqning hissiyotiga o'ynayotgan blogerlarga aytish kerak. O Sirojiddin, siz bu ayolni urib yechintirilgan deb xalqni hissiyotiga o'ynayapsiz. Yolg'on informatsiya tarqatyapsiz. Yo isbotini keltiring, yo bu Gulranoni shaxsiy da'vosi, men buni tasdiqlamayman deng, yoki jinoiy javobgarlik bo'lsa, uni bo'yningizga oling. Mana shu bilan to'xtaydi. Sud ishini qilyapti, tergov ishini qilyapti. Ana ikkita xodim ishdan ketdi. Nima sababdan? O'zini mas'uliyatiga to'g'ri yondashmagani uchun. Sud turibdi, hammasi joyida turibdi. Lekin mana bu narsani tuhmat ekanligini kim ko'tarib chiqadi? Siz bilan men ko'tarib chiqamiz. Yo'q, tuhmat bo'lsa ko'tarib chiqishdan undan muammo yo'q. Undan men bashli u taraflamani, meni bilasiz. Men birovdan qo'rqadigan bola emasman. Biror marta sizga shunga o'xshagan mavzularda telefon qilib yoki odam qo'yib, shu mavzuni ko'tarib chiqing, yordamlashing deganmanmi biror marta? Yo'q, demak. Mana shu meni zakazga ishlamasligimni bildiradi. Vaholanki sizning auditoriyangiz bomba auditoriya. Bitta gapirsangiz qancha odamni ko'tarib olasiz? Men unaqa zakazga ishlamaymanki, o'zimni bo'ynimni o'zim himoya qilib yurgan odamman. Men Allohga suyangan odamman. Uni yaxshi bilasiz. Siz ham shunaqa odamsiz. Lekin sizni atrofingizda menga o'xshagan ukalaringiz bor. Yoningizga kelib turmasa ham, uyingizga borib turmasa ham, mana bu yerda chetda sizga kimdir g'ijillayotgan bo'lsa, ko'tingni qis, tanish bilishi bo'lsa, ko'tingni qis deb turadigan yoki internetga chiqib o'zingdan ketma deb turadigan bolalar bor menga o'xshagan. Alloh ajr bersin. Kim nimani tanlasa, Alloh uni yaratib beradi, gap yo'q. Men mana shu holatda o'sha sizga mana hozir jonlida 7000-8000 odamni oldida gaplashishga majbur bo'ldik. Hurmatingiz qalbimda bor. Siz bilan eski qadrdonmiz. Shunga o'xshagan mavzular bo'lsa, meni aloqaga chiqib topa olasiz. Bunaqa qilmang, Shuhrat. U sizdan ko'ngliga tegish masalasi emas. Shuhrat, eshiting oxirigacha. Ko'ngliga tegish, xafa bo'lib qolish, obro'si tushib qolish masalasi emas bu.
Bu informatsiyani to'g'ri tahlil qilmasdan kimnidir informatsiyasiga moyil bo'lib qolish, o'ynab qolish, sal qo'pol qilib aytganda. Yo'q, men bu deyman, ustoz, hech kimni informatsiyasiga o'ynamadim. Hozir yo'q, sizni infoingizni o'ynatishyapti-da endi. O'shani o'ynatishadi. Yo'q. Men Allohim guvoh, qiyomatda javob beraman. Menga birortasi na Otabegi, na Siroji chiqib, iltimos ana qil, gapir, buna qil degan joyi emas. U demaydi-da. Uni olmasligingizni biladi-ku ular. Uni demaydi u. Siz meni tushunmayapsiz. Unaqa demaydi. Hozir menga aloqaga chiqsangiz, mana hozir shu jonlida gaplashmasdan telefonda gaplashsak edi, men sizga tushuntirardim. Hozir tushundingizmi meni nimaga aralashganimni? Yo'q, men tushunib oldim. Tushundingiz-a? Men obro' uchun, boshqa uchun emas ekanmi? Terror masalasiga o'xshar ekanmi meni aralashgan mavzuim? Yo'q, unisiga gap yo'q. Bo'ldi, shuhrat shu, siz meni bilasiz, tushunasiz. Men bu mavzuni terror masalasi bilan bir xil ko'ryapman. Bu yerda jamiyatga qarshi oyoqlantirish bor. Davlat bilan xalqni o'rtasini ikkiga ajratish bor. Ichki ishlar, bitta ikkita odam mas'uliyatsizlik qilgan bo'lsa, butun boshli tizimni yo'qotish kerak degan, chetda yurgan anu aslidan kamolga o'xshagan sotqinlar bor. Nomusini sotgan, oilasini sotgan odamlar bor. Ularga bu mavzu kerak. Ularning bosh temasi bo'lib turibdi hozir. Himoya qilishimiz kerak qo'limizdan kelgancha. Bizga muhtoj emas-da bu himoyaga, lekin biz o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Farzandimiz bor, qizimiz bor, ayolimiz bor. O'shani aytmoqchiman, Shuhrat, rozi bo'lasiz endi shu. Mana ozgina gapim bor. Endi men aytaman. 1 minut vaqtingizni olaman endi. Gapiring. Siz meni unaqa xafa qilmang. Bismillah. Shuhrat deb anetda gapiroz, men miyalarim qizib ketyapti. Xuddi o'ti nimayda dushmanga gapirayotgandek gapiryapsiz-da. Alloh uchun do'st, Alloh uchun dushmanmiz-da biz. Men sizni dushmaningiz emasman. Men dushman bo'lmayman sizga. Endi to'g'risimi? Men sizni o'sha ko'p yildan beri qanday hurmat qilsam, xuddi shunday hurmat qilaman. Bu yerda masala ommani oldida bo'layotgani uchun ommaga chiqdimda, bu narsa просто sizni darajangizdagi narsa emas. Sizni so'kayotganlari, anetda sizni kommentariyada yozishayotganlar va hokazolarni ko'rib, meni ichim yongani uchun chiqib bu narsani gapirdi. Ani bolalarga ham aytdim. O'zlaringda bo'l, qo'y, kerak emas bu narsa. Bizning millat bo'linib ketyapti, parchalanyapti. Hamma tarafkash bo'lsa, bu millat o'zini o'zi yevoradi-ku. Undan ko'ra gap yo'q. Gaplash. Aloqaga chiq, gaplash, to'g'ri masalani bil, hal qil. Ommani orasida bo'lyapti, bu tema просто juda uzoqqa cho'zilib ketdi-da. Mana temadan boshqa narsaga burilmayapti. Buni yopish kerak-da. O'shanga men murojaat qildim hozir. Murojaat bilan chiqyapman. Ichki ishlar, xavfsizlik, prokuratura bu masalaga jiddiy qarashlari kerak. Aynan mana shu 235 topilsa, buni qilganlarni jazolash kerak. Topilmasa, bu Gulranoni va buni atrofidagi blogerlarni jazolash kerak. Qonun ustuvor. Shikoyatga o'rin yo'q. Qonunning oldida bo'yin ingichka turish kerak. O'shani talab qilyapman, bo'ldi. To'xtaydi shunda. Ertaga yana kimdir chiqib, agar tuhmat qilayotgan bo'lsa, tuhmat qila olmaydi. Ertaga kimdir bir ayolni borib yechintirib videoga ola olmaydi. Jiddiy jazo berilsa. Bu haqlimizmi? Haqlimiz. O'shaning uchun esingizda bor. 2000 podpishchik bilan 48000 podpishchigiga qarshi hizbiy bilan bahs qilganmiz, esingizda bo'lsa. Men 2000 podpishchigim bilan ular bilan bahs qilganman. O'shanda ana Abu Muslimlar bizni haqorat qilmaganmi? O'zimizdan bo'lib turib. Nechtasi haqorat qilgan? Bularning haqoratiga tupurib qo'ygan joyimiz bor-ku bizni. Bular zakaznoy-ku, bular trollar-ku hammasi. Siz iminnoyman haligi masalan sizni yaqin olmasam xafa bo'lmay ketaverardim. Yaqin olganim uchun xafa bo'ldim sizdan. Bu meni eng yaqinim-ku. Meni yaqin ukam-ku bu, nimaga bunaqa qilyapti deb sizdan xafa bo'lyapman. Yo'q, bizni haqorat qilaversin. Meni hisob kitobimni Alloh qiladi. Menga nisbatan haqorat qilayotganlar farishtalar aytayaptiki, o'zingga 10 barobar, 20 barobar, 100 barobar deb turibdi. Ishonchim komil. Va mashaqqatsiz ajr olyapman. Gunohlarimga kaforat bo'lyapti. Qo'ying ularni birortasini, hammasi. Bu asos bo'lmasin. Asos bizga millat, asos bizga davlatchilik, asos bizga bizning xalqimiz. Mana shu narsani asos qilib olishimiz kerak, Shuhrat. Ana unaqa bo'ladigan bo'lsa, men bilasiz, haqiqiy jangchiman. Ketaveraman dakan oxirigacha.
Qo'ying Shu bilan. xarakter uni bilasiz-ku. Uni anu Aytmayman. haqorat qilayotganlarga Luboyga ayting. Abror Muxtor Ali Marsda yashamayapti. Xohlasalaring olib boraman, 100 minut o'tirlaring, isbotlab ber, tan oladi. Tan olaman, isbotlab bersin. Men xato gapirgan bo'lsam tan olaman. Mana falon joy xato deyman. Meni gapimni noto'g'ri talqin qilishyapti. Qarang, Guluranoga, "Voy, sizni tarafingizni olyapman" desam, o'zini ahmoqqa solyapti atrofidagilar. Tarafini olyapganimish. Tarafini olsa dayus bo'ladi-ku deyapti. Yo'q. Men bu ayolni iffatini himoya qilsin deyapman. Kim bilan bo'lsa tashashib, kim bilan bo'lsa telefon qilib, hammaga "Ey, nima deyapsan? Qani isboting? Qani kimni tagida ekanman? Qani to'shak?" deyaverishi xotin kishiga yarashmaydi-da. O shuni qilma deyapman. U himoya qilish bo'ladimi? Himoya qilish bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Mayli, Shuhrat. Hop, charchamay shuni o'rdaman. Bo'ldi, xo'p. Telefonlashamiz.